Assalomu alaykum. Xudo xolasa bizda chempion palkalarimiz ichida bor, sotishga tayyor. Xudo xolasa universal hammasidan bo'lgan. Bitta palkada hamma narsa, shuncha narsa bo'ladi. Xudo xolasa palkalarimiz ichida sotuvda bor. Konteynerlardan ham bor. Bunga ko'ra aloqa chiqarishlar. Sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa inshaalloh mana 50lik apalibkamiz. Bo'yi balandlik 50 ga qarab 2 metrligi 8 ta, 1,5 metrligi 8 ta, 1 metrligi 8 ta bo'ladi. Terilish jarayoni bu mana sizlarga oson video ko'rsatilyapti. Mana mashina holatda teriladi bu. 1 metr qilib ishlataman degan akalarga bu. Mashina qilib mana keyin undan keyin burchak apalibka bo'ladi. Buni отдельно olmaysizlar. Regel apalibkani juda ham ko'pchilik so'raydi. Bormi, yasab beringlar deydi. Mana buni ham yechimi chiqdi. Endi osonroq, qulaylik holatda chiqdi endi bu. Oldin 800 ming so'mdan metrni qilib berardik. Endi apalibkani o'zida shunday qilib ishlataverasizlar. Keyingisi mana kolonna apalibkalarimiz mana. Kolonna apalibkamiz ko'ki 3,5 million so'm, faniralisi 4 million so'm. Endi bunda yechim mana shunday. Apalibkani o'zida 40 ga 40 bo'ladi akalar. Buni отдельно sotib olmaysizlar. Shuna holatda ishlataverasizlar.